Minecraft, lekin men hardcore'dan yashab qolishga harakat qilaman. Albatta biz let's go ketdik. Hardcore'da aminlar bilsanglar kerak, bir marta o'lsak qaytib bilamiz. Daraxtga yetadi. Hop, endi biz sal ochiqroq joy to'g'rilashimiz kerak, ochiqroq joy. Bu yerda qor va yo'q. Bu yerda pomni o'rmon. Ochiqroq joy bormikan? Yo, bola qaranglar nima ko'rib qoldim. Ochadi. Halingda qara. Daraxt ekan qishlarmikin debman. Bitta temir yotibdi. Biz toshkala o'tirib temirda olishimiz. Mana toshkala bo'ldi. Temirimiz olamiz endi. Yana bitta bor ekan. Yana bitta bo'lgani zo'r bo'ladi. Hop, yo'limizni davom etamiz endi. Bizga Google kerak bo'ladi, albatta. Buni ham olamiz. Nima aytgan bor ekan? Itlardan ham olsak. Tarafga o'tamiz. Voy, kechqurun ham tushyapti. Qo'y topishimiz kerak, 3 ta qo'y. Qayerdan topamiz? Qo'y. Qayerdan topamiz endi? Kechqurun ham tushdi. Voy, nima qilamiz endi? Maktab, temir. Zo'r joydan spam o'yin ekanman lekin. 4 ta temirimiz bor. Hop, endi nima qilamiz? Yorug' ham qila olmasak, yorug' qila olmasak. Chatdan ham olmaydi hech narsa. Hardcore'da o'zinglar bilsanglar kerak. Chatdan ham foydalanib bo'lmaydi. Bittagina yo'lim qoldi. Mashinaga o'tiraman. Yorug' tushguncha. Yo, bola, hali ham yorug' tushmadi. Ancha o'tirib qo'ydik. Oyga qaranglar, chiroyliligini. Bitta hayotdagi oydek.
Oh, qachon tusharkan? Ha, men temirlarini eritib oldim. Bitta kelkasini bittasiga o'zi daraxt chopib shit yasab olsam bu. Hop, yorug' tushganda videoda yoqaman endi. Bola yorug' tushdi mana nihoyat. Men o'zim shit yasab oldim. Topdim va nihoyat. Endi mening yotog'im bor. Hop, endi buni olib beramiz kerak emas. Ko'rsatib olamiz. Yo'q, davom etaveramiz endi bolalar. Davom etaveramiz. Hop, bu ikki qismli bo'ladi bolalar. Hop, birinchi qismida xullas ikkinchi qismida hamma yoq quraveramiz. Baza o'zimizga bitta katta uy quramiz. Voy, jonim ketmadi. Buni yangilangan versiyada bagilar ham qo'shilibdi. Hop, go'shimga olay. Hop, endi ketaveramiz endi. Sal ochiqroq joy topib olsak bo'ldi. Tayga. Sakrab o'tda. Voy. Sal. Buni ularni ovqati eng qizig'i. Voy. Ketdik. Qonimiz to'lib. Faqat yerimizni jon to'plamasi bo'lmaydi. Go'sht yig'amiz endi. Qonim ochib tepada zo'rg'a o'tirdim men kechasi bilan. Ertalab go'sht yig'maganimni oqibati bu. Sal ochiqroq joy bormi o'zi bu bazada? Mas toshli joy. Taygadan chiqib oldim ham. Voy nihoyat. Aytdim o'tgan ekanman men. Oddiy o'rmonda spam bo'lmadim yo tagidami? Hop, biz hech narsadan qo'rqmasak ham bo'ladi. Yotog'imiz bor, ovqat yig'yapmiz. Kechqurun tushsa, tunni shunchaki o'tkazaveramiz. Ovqat ko'paytiryapmiz. Qo'y endi juda ko'p chiqyapti. Haliganda chiqmadi. Bola vashcha ochiqda bo'lmayapman. Bunga ochiqda yo'q ekan, yo'q mana ularni ko'rmagan ekanman. Bola sandan yururchi. Uxlaylik endi ana. Shunda sal tezroq o'tkazib olamiz. Hop. Ketdik. Qayoqqa boramiz endi? Hop. O bola sizlar bilan Marko bo'ldi. Videomiz shu yergacha tugadi. Shu yerda tugadi. Hop, ikkinchi qismi albatta chiqadi bola. Ikkinchi qismida o'zimizga baza quramiz, deb va'da berib qo'yganman. Bu ishda albatta qilamiz. Xudo xolasa bu video 3-chi qismi bo'lmaydi. Ikkinchi qismda ham qo'yamiz. Salomat bo'linglar. Xayr.